Meni faqat ichimlik deb o'ylama. To'g'ri ishlatsang, men foydali yordamchiman. Mendagi kislotalar zangni eritadi. Metal tozalashda juda zo'rman. Quygan yog'lar muammo emas. Idish tovoqni tozalashda yordam beraman. Tozalashda ishlatsang, hid ham ketadi, sirt ham yaltiraydi. Agar sochga saqich yopishib qolsa, ozgina kola yordam beradi. Saqich oson chiqadi. Ba'zan hazm qiynalganda ozgina kola gazni chiqarib, yengillik beradi. To'g'ri ishlatsang, foydaman. Noto'g'ri ishlatsang, muammo. Meni qaynatding, lekin ichimda vitamin deyarli yo'q. Tez tayyor bo'laman. Shuning uchun ko'p odam menga o'rganib qoladi. Meni hazm qilish qiyin. Oshqozon shishadi, og'irlik paydo bo'ladi. Kaloriyam bor, lekin foydam yo'q. Mendan kuch ham, vitamin ham olmaydi. Ichimda tuz juda ko'p. Ko'p yesang, buyraklar charchaydi. Gastrit ham paydo bo'lishi mumkin. Ba'zan yesa bo'ladi, lekin har kuni emas. Sog'lom bo'lish uchun haqiqiy ovqat kerak. Salom, men kungaboqar yog'iman. Bugun sizlar bilan foydam emas, aynan qachon va qanday zararli bo'lishim haqida gaplashamiz. Meni juda qizdirding. Endi ichim o'zgardi. Foyda ketdi, zarar paydo bo'ldi. Qizdirildim, ichim kimyoga aylandi. Tanaga kuch emas, muammo olib kelaman. Yurak charchadi, jigar qiynaldi, miya esa g'ash. Hammasi mendan shikoyat qilyapti. Fast food bilan birlashsam, ish chatoq. Qorin to'ladi, sog'liq yutqazadi. Bugun bilib olding. Endi tanlov o'zingda. Sog'lig'ing eng katta boylik. Qaynayotgan ovqatda qolib ketmay. Issiq va namlik bakteriyalarni ko'paytiradi. Juda issiq ovqatni aylantirma. Bosimdan sinib ketishim mumkin. Tuzni boshida solma. Oxirida solsang, vitaminim kamroq yo'qoladi. Plastik idishda isitish xavfli. Issiqda zararli moddalar ovqatga o'tadi. Mana eng zo'r usul. Pastimiz suvda bo'lsin, ustimiz ochiq, shunda yangi qolamiz. Achigan banan bilan birga tursak, biz ham tez yomonlashamiz. Ajratib qo'ying. Agar bizni yuvib, ho'l holatda qo'yib yuborsang, tez mog'orlaymiz. Yeyishdan oldin yuving. Paketda havo yo'q. Shuning uchun tez nobud bo'lamiz. To'g'ri joyda saqlang. Men anorman. Qonni ko'paytiraman, tanani quvvatlayman. Sog'lom bo'lishni xohlaysanmi? Men avokadoman. Foydali yog'larga boyman. Yurak va teri uchun zo'rman. Men karamman. Ovqat hazmini yaxshilayman, ichaklarni tozalayman. Oshqozonga yordam beraman. Biz zanjabil va qora murchmiz. Immunitetni ko'taramiz, shamollashga yo'l bermaymiz. Men bodomman. Miya faoliyatini kuchaytiraman, yurakni himoya qilaman. Kuniga ozgina yesa kifoya. Men ismaloqman. Qonni boyitaman, tanani kuchli qilaman. Kuch kerakmi? Men bor. Men ko'k choyman. Organizmni tozalayman, tinchlantiraman va foydali antioksidantman. Hey! Meni xato ishlatyapsan. Issiq sho'rvani ichimga quyma. Avval sovut, men bug'da portlab ketaman. Hoy! Meni xato ishlatyapsan. Meni idish yuvish mashinasiga qo'ymaslik kerak. Suv meni yoradi. Ehtiyot bo'l. Meni issiq joyga qo'ymagin. Yorilib ketaman. Meni muzlatgichga tiqma. Bu yerda tez qurib qolaman. Juda erta tozalama. Men hidimni yo'qotaman. Pishirishdan oldin tozalasang foydam ko'proq bo'ladi. Nega meni muzlatding? Men suvli bo'lib qolaman. Pomidorni xona haroratida saqla ta'mim, shunda zo'r bo'ladi. Voy. Juda issiq ovqatni solma. Men deformatsiya bo'laman. Avval sovut, keyin yop. Shunda sog'lom bo'laman. Meni xato ishlatyapsan. Avokado yumshoq bo'lganda yeyiladi. Juda uzoq kutib yuborsang, foydali yog'larim kamayadi. To'xta. Issiq skavorodkaga sovuq suv quymang. Avval sovishini kuting. Shunda u egilmaydi va uzoq xizmat qiladi. Meni uzoq yuvma. Men suvni tez shimaman. Yaxshisi tezda chayib yoki nam salfetka bilan art. Meni xato ishlatyapsan. Issiq yog'ni to'kma. Avval sovut, keyin alohida idishga ol. Meni qoshiq bilan birga tashlama. Men o'tkirman. Alohida yuving, quriting. Shunda o'tkirligim saqlanadi. Bizni plita yoniga qo'ymang. Issiqda hidimiz va foydamiz yo'qoladi.
Meni juda mayda to'g'rama. Shunda vitaminlarim chiqib ketadi. Katta kes, foydam ko'proq bo'ladi. Meni issiq suvda yuvma. Bakteriyalar tarqaladi. Yaxshisi sovuq suvda yoki umuman yuvmasdan pishir. Voy, meni havo olmaydigan plyonkaga o'rab qo'yding. Qog'ozga yoki maxsus idishga sol, shunda mazam saqlanadi. Meni muzlatgichga qo'yma. Sovuqda tez qorayaman. Xonada saqla, shunda uzoq yashayman. Meni yuvib keyin muzlatgichga qo'yding. Shunaqa qilma. Yuvilgan qulupni tez mog'orlaydi. To'xta. Bizni birga saqlayapsan, bu katta xato. Piyoz gaz chiqaradi, kartoshka esa tez buziladi. Bizni alohida joyda saqla. Meni kechqurun ich. Men asabni tinchlantiraman va uyquni shirin qilaman. Bizni kunduz kuni ye. Bizda C vitamini ko'p, immunitetni mustahkamlaymiz. Meni oz-ozdan ye. Men miya uchun foydaliman, lekin kechasi ko'p yema. Meni ertalab yesang zo'r. Men uzoq vaqt to'qlik beraman va kunni kuch bilan boshlaysan. Men foydaliman, lekin me'yor bilan. Kechqurun ko'p yema, oshqozon qiynaladi. Dunyodagi eng sog'lom oqsil tuxum. Shuning uchun meni ko'proq yeng. Men qovurilgan kartoshkaman. Dunyodagi eng zararli taomlardan biriman. Dunyodagi eng sog'lom sabzavot ismaloq. U juda foydali va vitaminlarga boy. Ismaloq tanani kuchli qiladi. Dunyodagi eng zararli mahsulot qayta ishlangan go'sht mahsuloti. U stressni kuchaytiradi va immunitetni zaiflashtiradi. Dunyodagi eng foydali mevalar. O'rmon mevalari antioksidantlarga boy bo'lib, miya faoliyatini yaxshilaydi. Dunyodagi eng zararli mevalar konservalangan mevalar. Ko'p shakar bor, qondagi shakarni tez oshiradi. Dunyodagi eng yaxshi suv limonli suv. Immunitetni kuchaytiradi. Limon C vitaminiga boy, shamollash va infeksiyalarga qarshi yordam beradi. Dunyodagi eng xavfli ichimlik gazli ichimliklar. Qon shakarini tez oshiradi, semirish va diabet xavfini kuchaytiradi. Dunyodagi eng foydali shirinlik asal. Energiya oshiradi. Tabiiy glyukoza va fruktoza tez quvvat beradi. Dunyodagi eng zararli mahsulot shirinliklar. Bolalarda qaramlik hosil qiladi. Miya shakarni ko'proq talab qila boshlaydi. Men somsaman. Bir donam 350 kaloriya. Meni ko'p yesang, vazning tez oshadi, lekin tandirda pishganim uchun juda xushbo'yman. Men manti. Bug'da pishaman, lekin 400 kaloriya bor. Ko'p yesang, tez vazn beraman. Men bo'g'irsoqman. Mayda bo'lsam ham 300 kaloriya bor. Ko'p yesang, oshqozon og'irlashadi. Men uzoq saqlanadigan taom. Men oshman. Bir porsiyam 500 kaloriya. Ko'p yesang, vazn tez yig'iladi. Men 5 barmoqman. Qo'l bilan yeyilaman. Bir porsiyam 480 kaloriya. Ko'p yesang, qorin og'irlashadi. Men qozon kabobman. Ichimda faqat go'sht va kartoshka bor. Bir porsiyam 520 kaloriya. Men xachapuriman. Menda 430 kaloriya bor. Meni ko'p yesang, vazning tez oshadi. Men dimlamaman. Ichimda karam, sabzi, kartoshka va go'sht bor. Bir porsiyam 420 kaloriya. Men mastavaman. Menda 250 kaloriya bor. Mastava eng to'yimli sho'rvalardan biri. Men cheburekman, qarsildoq va yog'liman. Bitta donam 300 kaloriya. Ko'p yesang oshqozon qiynaladi. Men moshxo'rdaman. 220 kaloriya bor. Ko'p yesang gaz bo'ladi. Lekin mosh ichaklar uchun juda foydali. Agar shunaqa ma'lumotlar kerak bo'lsa, Obuna